Salam do'stlar, sizlar bilan yana Dyson Minecraft. Bugun biz yana tuyatajli uyda upload qilamiz. Let's go. Ko'ringlar. Biz narsa kerakamiz bu yerga. Narsalar yasaganman to'g'riroq. Wow, Beşik'in tamamını kaldım. Birlikten kiramız. Birlikten kiramız. Birlikte adli. Tuzunda oturarken. Mazza qilib oturadigan joy bet. Birlikte do'stlaringiz bilanmi? Oilangiz bilan gaplashib o'tiradigan joy bet yaxshi zo'r. Bet xaladennidan nonlar olma. Xaladennida olma. Zo'r do'stlar. Keyin tepa qavatda o'qitaman. Tepa qavatda bu yerda tualet to'g'ri tualet. Bu yoq o'g'il tualet o'g'il bolalar bilan bolalarga. Bu oddiy bitta odam o'zi yakka choy ichib o'tiradigan joy. Bu yerdan mazza tomosha qilib, manzarani tomosha qilib ko'p narsalar kiritganman. Bu yerdan xuddi shunaqa narsa, lekin 2 kishilikda betlar. 3 kishilik qilaman. Endi qo'yadim bor. Shuni qilaman. Obzordagi qismi bu yerda har doimgidek yaxshi joy. Bitta bunaqa o'zgartirish kiritganman. Qo'yinglar. O'zgartirishlar. Mana bu manzarani qarang, chiroyliligini. O'ta chiroylilar lekin. O'ta chiroyli manzarani ko'rsak bo'ladi. O'ta chiroyli manzara va nima o'zgartirish kerakman ekan? Bu yerdan manzarani ko'rsak bo'ladi. Mana yo'l. Bu yerda 3 kishi yotadigan joy. Bet zo'r joy ekan. Shu yer yoqdi. Qo'yda ham bor, men shu yoqtirar lekin menga. Shu ham bor. Chetda ham. Mashitam zo'r ekan, lekin men vekka o'tib yurganim yo'q, lekin zo'r ekan. Keyin bu yoqqa chiqish yo'li. Va bu yerda yo'qog'im 2 kishilik joy. Bu yerda 2 kishilik joy, 2 kishilik joylar bor. Bu yerda bo'ladi. Endi qo'yib qo'yamiz. 2 kishilik joy. Sanduq. Keyin bu yerda oldin ko'rsatganim. Bu yerda personal garaj. Bu yerda garaj turadi. Garaj. Keyin bu yerda esa balkon yo'qlardi. Oldin ko'rsatganimdan balkon turadi bu yerlarda. Balkon mayt qiladi.
balkon shu deydi. Balkonda yo'q qo'ydim. Yaxshi qilibmanmi, yomon qilibmanmi? Balkon yaxshimi yoki hammom yasayman? Keyin hammom yasayman. Keyin bu tepa qavatda birinchi qismida ko'rsanglar ko'p bilasizlar. Bu tepa qavatda bunaqa narsa bor edi. Bunaqa narsa zo'r. To'toq. Mana shu yerda narsa yoqqanini sizda bo'lsa ko'ryapsizlar. Bu yerdan zo'r. Yolg'iz qayt yashayapman deb o'ylaysizlar. Men tomdaman, tom. Keyin bu yerdan ko'rsatib qo'yaman. Birinchi qismini chiqishini xohlasanglar 10 talak 55-50 talakka qo'yinglar. Mana bu yerdan ko'rinishi. Bu yerdan ko'rinishi, endi bu yerdan ko'rinishi. Bu yerdan ko'rinishi. Endi bu yerdan ko'rinishi. Bu yerdan ko'rinish. Qanday? Udalmi? Hayır do'stlar, keyingi video uchun 10 ta obuna bosib qo'yinglar. Hayır. Obunachilarim endi 3 ta bo'lib qoldi. Ko'rishguncha